Yana bir fayzli xonadonimizni Tunikafon ishlarini Andijon viloyati Marhamat tumanida juda ham go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Bu obyektimizni 3300 dollarga barcha mahsulotlar ichida qilib bitkazib berganmiz. Qaytlarni qilib berganimizni videoni oxirigacha tomosha qiling. Nech puldan qilib berganimizni ham sizlarga aytib o'tamiz do'stlar. Qani bo'lsam videoni boshladik. Xo'p do'stlar, bu obyektimizni mana bu naves qismini, ya'ni darvozaxona qismini, mana bu shapka qismini, ustunlarni chiroyli holatda qilib yopib berganmiz. Ko'rib turganinglardek 2 dona kosmos qo'yib berganmiz, 1 dona mana bunaqangi rombilarimizdan 2 dona qo'yib berganmiz do'stlar. Xo'p do'stlar, bu obyektimizga 290 kvadrat list sarf qilib 140 ming so'mdan barcha mahsulot ichida, ya'ni tunikamiz, reka samrezlari, hamma mahsulotni, usta xizmatlar, yo'l kiralarigacha 140 ming so'mdan qilib berganmiz do'stlar. Mana bu kosmosimizni 200 dollar turadigan kosmosimizni bonus sifatida 160 dollardan qilib mana shu xonadonimizga qo'yib berganmiz do'stlar. Inshaalloh keyingi obyektimiz sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Mana shu ekranimizda turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh sizlarni uylarni ham go'zal holatda qilib bitkazib beramiz do'stlar. Bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi go'zal holatda ishlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Usta Arslonbek bo'ling.